Assalomu alaykum. Sizlar bilan ustoz Abdulloh Boboyev. Ekranlaringizda ko'rib turgan IDC to'plamining yechimini davom ettiramiz. Biz chiziqli funksiya mavzusining ikkinchi testiga keldik. Albatta shu yerni ochib olib, xo'p, boshlaymiz. Chiziqli funksiya bir yuzi 8lar bo'lsa kerak. Qani? Bo'ldi mana. Chiziqli funksiya ikkinchi test. Xo'p, mana ikkinchi test. Mavzuyimiz chiziqli funksiya 108-bet. Bizniki o'sha, ya'ni eski kitob, siz kitobni yangi olgan bo'lsangiz, bitta ikkita betlarida, sahifalarda farqi bo'lishi mumkin. Misolda inshaalloh 99% farq qilmaydi. Xo'p. Endi azizlarim, kechagi darsimizda birinchi testni ishlab o'tgan edik. Bugun ikkinchi testiga keldik. Inshaalloh yechim qilishga harakat qilamiz. Sizlar bilan birgalikda. Xo'p, azizlarim, misol ishlashdan oldin, misol YouTube kanalimizga ham obuna bo'lish juda oddiy. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, YouTube kanalimizni shunday YouTube'ga kirasiz, mana yuqorida ko'rsatib o'tyapmiz. Ana YouTube kanalimiz. Abdulloh takchiziq Boboyev deb yozsangiz kelib chiqadi. Abdulloh mana pastki chiziq Boboyev, shunday ko'rinishda. Har xil kichkina harf bilan yozsangiz ham chiqaveradi, katta harf bilan farqi yo'q. Lekin to'g'ri yozuv shu. Abdulloh YouTube kanalimiz. Abdulloh shu takchiziq Boboyev. Xo'p, shu YouTube kanalimiz, Telegram kanalimiz ham bor. Uni ham aytib o'tamiz albatta. Keyingi darsimizga Telegram kanalimizni mana shu darsimizni, ya'ni YouTube'ga mana shu qo'ygan videoyimizni o'sha opisaniyasida Telegram kanalimizni qoldiryapmiz doim. Ko'pchilik bilib Telegram kanalimizga ham obuna bo'lyapti. Endi inshaalloh Telegram kanalini ham yondiramiz. Albatta, go'zal yechimlar sizlarni kutib turibdi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib olavering. Ancha obunachi ko'paysa inshaalloh Telegram kanalimizda ham bir musobaqalar uyushtirish niyatimiz bor, albatta. Bu yaxshi. Pullik sovrinlar uyushtirish niyatimiz bor. Xo'p, azizlarim, unda misolga qaytamiz. IDC matematikadan testlar to'plami. Chiziqli funksiya mavzusi ikkinchi testini yechimini boshladik. Demak, yaqinlashtirib olsak, birinchi misol mana. Yaqinlashtirib olsak yaxshi, albatta. Sizlar ham mazza qilib ko'rasiz, tushunasiz, ishlaysiz. Birinchi misol. 2-3 va 5-12 nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq OY o'qini qaysi nuqtada kesib o'tadi deyapti. Demak, mana shu ikkita nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqli funksiyani tuzib olishimiz kerak. To'g'ri chiziq tenglamasini tuzib olishimiz kerak. O'zi chiziqli funksiya desa, to'g'ri chiziq desa, y barobar kx plus b deb qidiramiz uni. Doim shu ko'rinishda yozib olamiz dedik. Mana bu x, bu y koordinatasi. X ni o'rniga 2 ni olib borib qo'yamiz, y ni o'rniga -3 ni. -3 tenglik x ni o'rniga 2 ni qo'ysak 2k plus b. O'tgan mavzu rosa tushuntirdik. Endi ikkinchi nuqtaga o'tamiz. X ni o'rniga 5 ni qo'yamiz, y ni o'rniga 12 qo'yamiz. Yana shu funksiyaga olib borib. X ni o'rniga 5 ni, y ni o'rniga 12 ni. 12 teng 5k plus b bo'ladi. Shunday yuqori qismini minusga ko'paytirib, ya'ni -1 ga ko'paytirib qo'shib yuborsak, -1 ga ko'paytirib qo'shib yuborsak, endi birdaniga bajarib ketaveramiz. Xo'p, bu yog'i 15 bo'ladi, tenglik -1 ga ko'paytirib qo'shib yuborsak 3k bo'ladi. Mana bu b'larim qisqarib ketadi. Demak, bundan k imiz topildi. K teng 5. K ni o'rniga olib borib 5 ni qo'yamiz. Mana shu yerdagi k ni o'rniga 5 ni qo'yib, mana bu yerdagi b ni topib olamiz. K ni o'rniga 5 ni qo'ysak 2 kara 5 10, b teng -13 bo'lyapti. B teng -13. Xo'p, shunda chiziqli funksiya ham y barobar k ni o'rniga 5 ni qo'ysak 5x, b ni o'rniga -13 ni qo'yamiz. 5x -13 ekan. Endi savolga qaytsak, savolda
2-3 va 5-12 nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq OY o'qini qaysi nuqtada kesib o'tadi deyapti. Demak, OY o'qini kesib o'tsa to'g'ri chizig'im x ni o'rniga 0 qo'yarmidik. Y o'qini kesishi uchun x 0 bo'lishi kerak bo'ldi. X ni o'rniga 0 qo'ysak, demak y teng -13 ekan. Demak, javob. Demak, bizda A javob bo'ldi. Ikkinchi misol. Xo'p, fx teng 2 - x qavsda x kub plus 3 bo'lsa f minus 1 ni toping deyapti. Kecha darsda tushuntirdik, fx bo'lsa, mana bu yerda mana funksiya ham x ga bog'liq. Mana shu x larga bog'liq. Mana bu yerda f funksiyamni x ni o'rniga -1 ni qo'yapti. Demak, qo'y deyapti bizga. Shu -1 ni har bir x turgan joyga olib borib qo'yishimiz kerak. Har bitta. Shunda biz f -1 teng -1 ni olib borib qo'ysak, 2 dan -1 ni ayirsak, ya'ni x ni o'rniga -1 ni qo'ydik. 2 dan ayriymiz -1 ni. 2 plus 1 bo'lib ketadi. 3 kari ikkinchi qavs. X ni o'rniga -1 ni olib kelib qo'ysak, -1 ni kubi -1, 3 ni qo'shsak 2 bo'ladi. Hisoblab qo'ysak 6. Demak, bizda 2 kari 3 6 C javob chiqdi. Xo'p, 3-misolga o'tsak, osonrog'ini tezroq ishlasak, keyin qiyinrog'ida bahurja tushuntirib ketaveramiz. 4x plus 3y minus 12 va ana shu to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasini toping. Ikkita to'g'ri chiziq qachon kesishadi? Kesishgan joyda bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni bir-biriga teng bo'lsa kesishadi ular. Tenglab ishlab ko'ramiz. Shunda bilinadi, kesishadimi yoki yo'qmi. 4x plus 3y minus 12 teng 0. Shunda holatda ishlayveramiz. Pastdan 2x minus y minus 16 teng 0. Shu ikkita to'g'ri chiziq kesishsa, demak ular bir-biriga teng bo'lgan. Tenglab ishlab olamiz sistema qilib. Xo'p, mana bu pastdagi tenglikni 3 ga ko'paytirib qo'shib yuborsam, xo'p, mana bu 3 mana bu 2x ga ko'payib 6x bo'ladi. 4 ga qo'shsam 10x. Mana bu minus 3y bo'ladi. 3 y ga ko'paysa, mana 3y'larim qisqarib ketadi. Xo'p, 3 ni minus 16 ga ko'paytirsak, minus 48, minus 12 ni qo'shilganda minus 60 bo'ladi. Teng. Bu yoq o'ng tarafi qo'shsak 0. Demak, chizib olaylik, chalg'amasin. 10x minus 60 teng 0. Demak, bundan 10x teng 60, x teng 6. Shu tenglamani ishlasak, x teng 6. Demak, bo'ldi, x teng 6. X 6 chiqdi. Endi javoblarga qarab turib, shunda x ni 6 ni ko'rib olib qo'ysak ham bo'laveradi mana. Kesishgan nuqtamni x 6 chiqdi. Demak, y ga -4 chiqish kerak ekan. Rostdan ham yo qaysidir bir tenglamaga, yuqorigami, pastdagimi, qaysidir bitta tenglamamni x ni o'rniga olib borib 6 ni qo'ysak, y chiqadi. X ni o'rniga 6 birinchi tenglamamga olib borib qo'ydim. 4 kari 6 24. 24 dan mana bu yerdagi 12 ayriladi. 12 qoldi. O'ng tarafga minus 12 bo'lib o'tdi. 3y teng minus 12, y teng minus 4. Rostdan ham y ga minus 4 chiqar ekan. X ni o'rniga 6 ni olib kelib tenglamani hisoblab qo'ydik azizlar. Mana x ni o'rniga 6 ni olib kelib, mana shu birinchi tenglamani. Sistema oddiy. Buni hammamiz bilamiz. Bu test to'plamini, misol videosini ko'rayotganlar yoki ishlayotganlar, demak bu mavzulardan ancha xabari bor, bilamiz. Biz yana ham ancha oddiy usullarda tushuntirib ketyapmiz. Xo'p. Demak 4. Aning qanday qiymatlarda to'g'ri chiziqlar kesishadi. Ikki xil shunday holatda ham ishlab qo'ysak bo'laveradi. E'tibor qarating mana bu yerga. Qoidasini keltiraman. A1x plus B1y teng C1. A2x plus B2y teng C2. Mana shu ko'rinishda, ya'ni ikkita to'g'ri chizig'im berilgan bo'lsa, biz buni oldin tenglamalar sistemasi deb ishlaganmiz, esingizda bo'lsa. Bir xil tushaveradi. Faqat shartlarda ozgina farqi bor. Mana shu ikkita to'g'ri chiziqlar agar A1 taqsim A2 teng emas, B1 taqsim B2 bo'lsa, biz mana shu to'g'ri chiziqlarni kesishadi deb aytamiz. To'g'ri chiziqlar kesishadi. Tenglamalar sistemasida buni yagona yechimga ega deb ketardik. Chunki ikkita to'g'ri chiziq kesishgan joyda rostdan ham yagona yechim bo'ladi. Ikkita to'g'ri chiziqni kesishdi. Demak, kesishgan joyda to'g'ri chiziq bo'lgani uchun yagona yechim bo'ladi.
Tenglamalar sistemasida yagona yechimga ega deb yodlab olgan edingiz esingizda bo'lsa, endi shuni ikkita to'g'ri chiziq berib qo'ysa, kesishadi degan shartga tushaveradi. Tenglamalar sistemasi deb ishlasangiz yagona yechimga ega, to'g'ri chiziq deb o'ylasangiz to'g'ri chiziqlar kesishadi degan shart shu. Endi qolganlarini ham aytib qo'yaveraylik. A1 taqsim A2 teng bo'lsa B1 taqsim B2 ga teng bo'lsa va u teng bo'lmasa, ya'ni C1 taqsim C2 mana shu shart bajarilsa, ular to'g'ri chiziqlar parallel derdik. Parallel. Tenglamalar sistemasida esa mana bu shart bajarilsa, buni tenglamalar sistemasi deb o'ylasak, shu shart bajarilsa, yechimga ega emas derdik, ya'ni bo'sh to'plam. Tenglamalar sistemasi yechimga ega emas derdik, esingizda bo'lsa. Demak, to'g'ri chiziqlarda o'sha parallellik bo'ladi. Ya'ni ikkita to'g'ri chizig'im parallel bo'lsa, ular yechimga ega emas, chunki kesishmayapti-da. Kesishganda yagona yechim deb aytdik. Demak, ikkita to'g'ri chizig'im parallel bo'lsa, ular yechimga ega emas deyilardi. Shu to'g'ri chiziqlar mavzusini ishlayotganingizda, demak, parallellik shartiga qo'yib ketaverar ekansiz. Demak, shunda yechimga ega emas degan. Kesishmaydi, to'g'ri chiziqlar kesishmaydi yoki parallel degan sharti bir xil tushib ketaveradi. Ikkita to'g'ri chiziq kesishmaydi desa, mana shu shartga qo'yib ketaverasiz. Demak, ular parallel. Yechimga ega emaslik sharti shu. Tenglamalar sistemasida. Bir xilda, shunchaki gapida farqi bor. Endi uchovi ham teng bo'lsa, A1 taqsim A2 teng B1 taqsim B2 teng C1 taqsim C2 bo'lsa, to'g'ri chiziqlarda bu shart nima bo'lardi? Ustma-ust tushadi derdik. Ustma-ust tushadi. To'g'ri chiziqlarim ustma-ust tushadi. Yoki bu tenglamalar sistemasi deb qarasak buni cheksiz ko'p yechimga ega dermidik? Cheksiz ko'p yechim. Chunki ikkita to'g'ri chiziq ustma-ust tushsa, yechimlari cheksiz ko'p bo'ladi-da. Chunki kesishganda bitta yechim dedik-ku, bitta joy. Ustma-ust tushgandan keyin ikkita to'g'ri chizig'im cheksiz ko'p yechimga ega. Bo'ldi azizlar, qoidalarni qoldiramiz-da. Demak, ishlashda davom etamiz. Demak, 4-misolda ikkita to'g'ri chizig'im parallel kesishadi deyapti. Demak, kesishishi uchun yagona yechimga ega bo'lish kerak. Ya'ni tenglamalar sistemasi deb o'ylasam, yagona yechimga ega bo'lish kerak. Demak, boshladik azizlarim. Buni x ni oldida a turibdi, taqsim buni x ni oldida 8 turibdi. Ishora bilan ishlayveramiz. Teng bo'lmasligi kerak. Buni y ni oldida -2 turibdi. Buni y ni oldida -4. Shuni ishlab qo'ysak bo'ldi. 8 u yoqqa ko'paytirish bo'lib o'tsa, a teng emas. -16 ni -4 ga bo'lsak 4, ya'ni a teng emas 4 degan javob chiqyapti. Sizlarga bahonada mavzuni ham takrorlab berdik. Xafa bo'lmaysizlar. K'ning qanday qiymatlarda y barobar kx plus 1 to'g'ri chiziq mana shu 2x minus 3y minus 1 to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi deyapti. Demak, parallel bo'lik sharti degani ikki xil usulda ishlab ketsak bo'laveradi. Mana tepada berib qo'ydik parallellik shartini. Tenglamalar sistemasi yechimga ega emas dedik. Mana parallellik shartini mana bu yerda berib qo'ydik mana. Xo'p, ya'ni mana bu x larni oldilari nisbati y larni oldilari nisbatiga teng degan holatda. Ikki xil usulda ishlab ko'rsataman, e'tibor qarating. Xo'p, birinchisi mana bu y barobar kx plus 1 deyapti. Shu tenglikdan bir tomonga o'tkazib olamiz. Ya'ni e'tibor qarating. Y minus kx teng 1. Bir o'ng tarafda qolaversin. Mana buni ham xuddi shunday yozib olamiz. Tenglamalar sistemasi kabi. Faqat e'tibor qarating, y ni oldin yozaman. Mana -3y plus 2x tenglik -1 ni tenglikni o'ng tarafiga o'tkazib yozib olaman. Mana endi yuqoridagi tenglamalar sistemasi bo'ldi yana. To'g'ri chiziqlar parallel bo'ladi desa, nima derdik? To'g'ri chiziqlar parallel bo'ladi desa, tenglamalar sistemasida yechimga ega emaslik shartiga tushardi. O'zi shart tayyor, mana bu yerda keltirib yozib qo'ydik. Tenglamalar sistemasi ko'rinishida yozib oldim. Demak, buni y ni oldida 1 turibdi, bunda y ni oldida -3. Shu teng bo'lish kerak. Buni x ni oldida -k, buni x ni oldida 2 turibdi mana. Demak, to'g'ri chiziq sifatida ishlasa ham bo'laveradi. Tenglamalar sistemasiga olib kelib ham ishlasa bo'laveradi. Bu birinchi usul. Bundan bu teng bo'lmasligi kerak. Mana 3-shartni ham tekshirib qo'yaylik. 1 taqsim 1 ga. O'zi shundoq ham e'tibor bering. Mana bu -1 taqsim uchun shundoq ham 1 taqsim 1 ga teng emas.
Tengmasligini ko'rib qo'ysangiz bo'ldi. Uni yozib o'tirish shart emas. Mana ko'rdik. Demak, ko'rgan zahotimiz o'chiramiz. Shunchaki chalg'imasligimiz uchun. Teng emas ekan. Demak, buni ishlab qo'ysak bo'ldi. Proporsiya. Demak, bundan k teng. Mana 2 bu yoqqa ko'paytirish bo'lib o'tsa, minus u yoqqa o'tib ketsa, qisqarib ketadi. 2 taqsim 3. Ya'ni k teng 2 taqsim 3 ekan. C javob. E'tibor qarating. Tenglamalar sistemasi deb ko'rinishda ishlab qo'ydik. Endi oddiy to'g'ri chiziq usulida ishlasak, uni ham aytishimiz kerak. Demak, y barobar deylik k1x plus b1 va y barobar k2x plus b2. Ikkita to'g'ri chizig'im parallel bo'lishi uchun k'lari bir-biriga teng bo'lishi kerak. Esingizda bo'lsa k1 teng k2. K'lari ham b'lari ham teng bo'lsa, ustma-ust tushardi. K'lari ham teng, b'lari ham teng bo'lsa, k1 teng k2, b1 teng b2 bo'lsa, bu ustma-ust tushardi, ikkita to'g'ri chiziq. Endi k'lari bir-biriga teng bo'lmasa, ikkita to'g'ri chiziq kesishardi. Ana k1 teng emas k2 bo'lsa, ikkita to'g'ri chizig'im kesishardi. Mana bu parallellik sharti to'g'ri chiziqda. Mana bu ustma-ust tushish sharti. Bu kesish sharti. To'g'ri chiziqlar kesishadi. Agar k'lari ko'paytmasi minus 1 bo'lsa, ikkita to'g'ri chiziqda. K'lari ko'paytmasi minus 1 ga tenglab ishlasak, bu ikkita to'g'ri chizig'im perpendikulyar bo'lardi. Esingizda bo'lsa, perpendikulyarlik sharti edi. Demak, buni ham eslab oldik. Mana to'g'ri chiziq holatida. Demak, buni to'g'ri chiziq holatda ishlab ketaveramiz. Mana ikkinchi ishlash usuli. Birinchi usul qanday shart bo'yicha ishladik? Birinchi usulda oddiy tenglamalar sistemasi deb qarab ishladik. Endi shu funksiya sifatida ishlaymiz. Demoqchi bo'layotganimiz, e'tibor qarating, mana y barobar kx plus 1 deyapti to'g'ri chiziq. Mana bu to'g'ri chiziqqa parallel deyapti. Bundan ham y ni topib olamiz. Ikkinchi usul. Demak, minus 3y ni o'ngga olib o'taman. Chapda 2x minus 1, o'ngda plus 3y bo'lib o'tdi. 3 ga bo'lib yuboraman chap tarafni. Shunda y teng 2x minus 1 taqsim 3 bo'ladi. Endi hadma-had bo'laman chiziqli funksiya ko'rinishida yozish uchun. 2 taqsim 3x minus 1 taqsim 3. Mana bu k'si. Shu to'g'ri chizig'im ana bu to'g'ri chiziqqa parallel bo'lishi kerak edi. Demak, parallel bo'lish uchun k'lari teng bo'lishi kerak mana birinchisi. Bo'ldi. Demak, bu to'g'ri chizig'imning k'si 2 taqsim 3 bo'lsa, bu to'g'ri chizig'imni ham k'si 2 taqsim 3. Mana ikkinchi usulda ishlash. Baribir ham C javob chiqyapti. Mana oddiy chiziqli funksiyani deylik, to'g'ri chiziqli funksiyani tenglamalar sistemasi ko'rinishida ham ishlab chiqarib qo'yamiz javobni. Chiziqli funksiyaga o'tkazib ham, ko'rinishiga o'tkazib ham mana bu usullarda ham ishlab chiqarib qo'yamiz. Bu ikkita usulni taklif qilganimiz sababi bor. Ko'rib o'rgansangiz o'zingizga yaxshi. Kimga qanaqa? Hamma azlar har xil usulda ishlaydi. Endi biz bitta usulda ishlasak, kimdir bu usulda ishlasa bo'lmasmikin degan fikr bo'lishi mumkin. Shuni oldin olib qo'yamiz. Xo'p, azizlarim, YouTube kanalimiz yana eslatib o'tay, esingizda achib qoladi. Mana tepada ko'rsatib o'tyapmiz ana YouTube kanalim. YouTube kanalimiz, YouTube'ga kirasiz. Shunday poyezkchani bosib turib Abdulloh Takchiziq Boboyev deb yozsangiz YouTube kanalimiz kelib chiqadi. 4 yildanmi, 5 yil bo'ldimi faoliyat yuritib kelamiz. Ancha yaxshi misollar, yaxshi tushunchalar ko'rsatganmiz. Shu IDC to'plamini mana shu yergacha noldan ishlab keldik. Ancha narsalar bor YouTube kanalimizda. Inshaalloh kirib ko'rsangiz yaxshi tushunchalar berganmiz. Kirib ko'rib o'rganib olasiz. Albatta Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib oling. Telegram kanalimiz shunday mana Telegram kanalimizni yozaylik. Mana kuchukcha belgisi kichkina bilan mana IDC takchiziq yechim deb yozsangiz mana Telegram kanalimiz. Bu albatta bizni Telegram YouTube kanalimizga obuna bo'lmaganlar uchun aytilyapti. Obuna bo'lganlar bilishadi. Bu Telegram kanalimiz. Xo'p azizlarim, misolga qaytsak. Keyingi safar mana bu yuqorgi qismida Telegram kanalimizning nomini ham yozib qo'yamiz. Bu safar YouTube kanalini yozdik. Xo'p. 6-misol. K ning qanday qiymatda? Ana bu to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'ladi, deyapti. Perpendikulyarlik shartini tushuntirdik.
ikkita to'g'ri chiziqni k'lari ko'paytmasi -1 bo'lishi kerak edi. 5-misolda tushuntirib ketdik buni. Demak, birinchisini k'si tayyor mana. Unda k tayyor o'zi k ekan. Demak, mana bu ikkinchi funksiyamdan k'ni topishim kerak. K'ni topishim uchun bu yerdan y ni topib olaman. 3x plus 1 chapda qoldi. 10 ga 4y qilib o'tkazdik. 4 ga bo'lsak y chiqadi. Demak, y teng 3x taqsim 4 plus 1 taqsim 4. Mana buni k'si ham tayyor mana. K'si 3 taqsim 4. Buni k'si 3 taqsim 4, narigini k'si k. Ko'paytmasi -1 bo'lishi kerak. 3 taqsim 4 ni ko'paytirsam k ga shu -1 bo'lishi kerak. Endi buni og'zaki ham topsangiz bo'ladi. Endi biz ishlab ham ko'rsatib qo'yamiz. Shu yerdan k ni topsangiz, demak k teng u yoqqa 4 taqsim 3 bo'lib o'tadi. -4 taqsim 3. Endi og'zaki topsak ham bo'ladi. Mana B javob. Keyingi misol. To'g'ri chiziqlar grafiklari ustma-ust tushsa -b taqsim a ni toping. Buni oddiy tenglamalar sistemasi ko'rinishida ishlab qo'ysak ham bo'ladi. Ustma-ust tushishi uchun nima bo'lishi kerak edi? Ya'ni to'g'ri chiziqlar ustma-ust tushadi yoki tenglamalar sistemasi cheksiz ko'p yechimga ega degan shartga qo'yib yuboraman-da. Mana buni tenglamalar sistemasi sifatida ko'ryapman. X larni oldilari nisbati teng bo'lishi kerak. Y larni oldilari nisbatiga mana a taqsim 3, y larni oldilari nisbatiga teng -3 taqsim 6. U ham teng bo'lishi kerak. Bu yoqdagi ozod xat deymizmi? 6 taqsim b ga. B harfi 6 ga o'xshab qolyapti. Bu 6. Xo'p. Bo'ldi bundan ishlash. Qanday qilib ishlaymiz? Avval mana bu sonligini ishlab olamiz. Mana bu ikkovini ishlab olamiz. A taqsim 3 teng -3 taqsim 6 ni ishlab olamiz. Bundan a ni topsak -9 taqsim 6. Ya'ni a ni topildi. A teng -9 taqsim 6. 3 ga qisqartirsak -3 taqsim 2. Ya'ni mana bu 3 bu yerga -3 ga ko'payib 6 ga bo'linyapti. Buni tushundingiz. Endi uzr, qaytarib turaylik orqaga. Xo'p. Endi bu ikkovini ishlaymiz mana. Sonli tarafini ishlab ketamiz mana. Mana menda son nechi edi? Nechi edi? -3 ekan mana. Uzr. Endi bu ikkovini ishlaymiz. Dastavval u ikkovini ishlab oldik. Endi bu ikkovini ishlasak bo'ldi. Shu B chiqadi. Endi bu oddiy. Yana bu proporsiya qilib ishlasangiz ham bo'laveradi. -3b teng 36. -3b teng 36. Bundan b teng -12. Demak, b yim -12, a yim -3 taqsim 2. Demak, men -12 ni bo'laman -3 taqsim 2 ga. Chunki bizda so'ralayotgan narsa oldida minus ham bor ekan. Men qaysindadir adashdimmi? Xo'p, bitta ko'rib chiqaylik azizlarim. Xo'p, -3 taqsim 6 to'g'ri. Demak, a aniq manfiy chiqar ekan. Demak, b-chi? B ham manfiy chiqar ekan. Demak, oldida o'zi minus ham bor ekan. Ya'ni minus b taqsim a ni so'rayapti. O'zi b yim -12 chiqdi bizda. A ham minus. Ikkita minus plus bo'lib ketadi, lekin oldida yana minus bor ekan. Demak, bu -8. Agar adashib ketgan bo'lishi mumkin. Endi agar xato yozib olgan bo'lmasam. Xo'p, shunday azizlar. Endi adashgan bo'lsam minusga adashdim. To'g'ri tushundingiz deb o'ylaymiz. Endi agar boshqa usulda ishlayman desangiz, ikkinchi usul shu yerda aytib ketaylik mana. Boshqacharoq usulda ishlamoqchiman desangiz, unda ozgina vaqtingiz ketib qoladi. Chunki mana bundan ham y ni topasiz, bundan ham y ni topasiz. K'lar bilan b'larni tenglaysiz. Ya'ni chiziqli funksiya ko'rinishida ishlasangiz. Shuning uchun soddasida ishlab ketaverish kerak. Shu ko'rinishda berilsa, tenglamalar sistemasi ko'rinishida ishlash kerak. Mana bu holatda berilsa, oddiyroq holatda berilsa, bir-biriga o'tkazib, mana chiziqli funksiyaga o'tkazib ishladik-ku. O'zi taktikamdek ishlaganimizni ko'rsangiz o'rganaverasiz. Qaysi biri yaqin bo'lsa, o'sha usulda ishlab ketaverish kerak. Chunki bir xil usulda ishlayversangiz, ba'zida juda qiyinchilikka olib kelib qoladi-da. Ya'ni o'quvchi qiynalib qoladi.
8-misol. Quyidagi to'g'ri chiziqlardan qaysi biri OX o'qiga perpendikulyar deyapti. Kechagi mavzuyimizda ham tushuntirdik. OX o'qiga perpendikulyar. Demak, A javobdan mana y-1 teng 0 ekan. Bundan y teng 1 bo'lib qoladi. Y teng 1 degani grafik chizib olaylik. Y teng 1 degani y doim 1. Bu y o'qiga perpendikulyar bo'lyapti. Y teng 1 degani to'g'ri chizig'im. B esa y teng 4x deyapti. Y teng 4x, y teng 4x grafigi koordinata boshidan o'tadi. Bu perpendikulyar emas. Bizga OX o'qiga perpendikulyar bo'lishi kerak. Uchinchisi y teng x bo'ladi, u yoqqa o'tqizsak. Y teng x ham mana shu koordinata boshidan o'tadi mana. U ham perpendikulyar emas OX o'qiga. Oxiri qoldi mana D javob, to'g'ri javob qoldi. X - 3 teng 0. Bundan x ni toping, ana x teng 3 bo'ladi. X teng 3 degani mana shu x o'qi bo'lsa, shu x o'qini 3 ta kesib o'tadi mana. Perpendikulyar, rostdan ham x o'qiga perpendikulyar. Bu juda oddiy narsa. O'tgan darsda ko'rdik. Shuning uchun muammo yo'q. Xo'p, endi shu misollarda mana endi bir nechta xil usulni taklif qilishimiz sizlarga sabab shuda mana. Yaxshi usullari bor. Yana ham yaxshi usullari bor o'zi. Mana biz YouTube'da kontent qo'yapmiz, mana video qo'yapmiz. Ko'pchilik aytadi, yaxshi-ku usulingiz ustoz, sal boshqacharoq ishlasak ham bo'ladimi? Bunaqa qilsak bo'ladimi? To'g'ri, fikringlarga 5. Sizlar o'ylayotgan narsani albatta biz ham bilib video dars qilamiz. Nima uchun o'sha professionallarcha usulni tushuntirmaymiz? Mana e'tibor qarating. Yana o'sha gapim, avvalgi aytgan gapim. Deylik, men shuni o'ta professional usulda ishlasam, ya'ni o'ta shu deylik 20 ta misolni hammasini 1 minut 1 minut ham ketmaydi. Planshetda bo'lsam ham har bitta misolga 1 minut ham ketmaydi. Shu 30 sekund shu oshib oshmaydi. Bunday 10 minut, 9 minut, 8 minutda shu 20 ta misolni deyaligi Turetskiy usullarda yoki amerikanskiy, inglizskiy usullarda yoki russkiy usullarda tushuntirib qo'ysam, deylik, o'zbekchaga perevod qilib. Endi undan nima foyda topaman? Deylik, shu videoyimni faqat kuchli insonlar ko'radi. Faqat ustozlarga bo'lib qoladi bu yoki faqat kuchli deylik A sertifikat olaman degan o'quvchilar uchun, A+ sertifikat olaman degan o'quvchilar uchun bo'lib qoladi va deylik biz 1000 kishi ko'rar, shunday qilsam 1000 ta inson ko'rar qiziqib. Tez ishlaydi ustoz, tez fikrlar berib ketadi deb. E'tibor qarating, endi men buni bu 1000 kishi o'zi kuchli o'quvchini kuchaytirgandan ko'ra bu yoqda 1 million inson borda, misol matematikaga qiziqadigan, lekin o'rgana olmayotgan. Endi boshlagan u, lekin IDCni misol ishlay olmayapti, qanaqadir qolipiga tusha olmayapti. Mana azizlar, men shuning uchun ishlayapman. Menga misol kerak emas 1000 ta bilimdon. Bu bilimdonni bilimli qilish oson. Misol oddiy yolg'ondan 5 minutlik video qilib hammasini ishlab qo'ysam ham bo'laveradi. Bizga u kerak emas. Bizga bilimlilarni mana bu 1000 talikni ko'paytirish, faqat 1000 emas, 2000 qilish, shuni 3000 qayerdan bo'ladi shu? Mana shu 1 millionning ichida shunaqa o'quvchilar bor. Shularning ichidan chiqib mana biz videolarimizni o'rganib kontentni ham turlari bor. Ba'zilar ko'rk uchun qiladi, ba'zilar go'zallikka ishlaydi. Misol biz tushunchaga ishlaymiz. U vaqt problem o'tib ketar, vaqt kamayib ketar, bolani tushunishiga ishlayman. Shuning uchun azizlar, xafa bo'lmang, bizdan juda maydalashib ketyapsiz deydiganlar o'zi meni kontent qo'yayotgan videoyim shu. O'zi menda maqsadim shu. Maydalab, ezib bolaga yetkazish shu. Maza qilib ko'rsin. Meni videolarimni faqat matematikani 50%, 30%, 40%, 60%, 70% biladiganlar ko'rsin. Kerak emas A+ oladigan bolani ko'rgisi kelmasa 1,5 soatlik ko'rmay qo'yarsin. Unday o'quvchilar qandoq ko'rishadi? Videoyimni o'tkazib chiqmagan misollarni ko'rib ketaverishadi. Unda ham xafa bo'lmayman. Hamma o'ziga. Endi 5 minutlik qilib qo'ysam videoyimni hammasini ko'rishadi. Endi 1,5 soatlik qilsam faqat chiqmagan misollarni ko'rib ketishadi. Ularning ishlari. Men asosiy o'rtacha xalqni, misol bilimli, maqsad bilimini oshirish. Maqsadni o'zimga qo'yib bo'lganman. Go'zal usullari bor azizlar. Aqlingizga shunday kirganda kuldirib yuboradigan darajada, charchoq bo'lmaydigan darajada usullari bor. Har bir misolda o'nlab, o'zimiz ham hayratda qoladigan usullar bor. Shuni qilmaymizda, bu yerda imkoni yo'q. Biz aytamiz, mana bu o'rtacha qatlamni maqsad
ko'tarishni maqsad qilganmiz. Eng pastdagi qatlamni olib chiqish uchun endi keyinchalik harakat boshlashimiz mumkin. Hozir vaqt yo'q. O'rtacha matematikani ozgina bir quruq o'qib olgan bolalar uchun ishlayapmiz. Ko'tarish uchun. Shularni ham darajasini mana bu A holatga, B+, A sertifikat holatiga olib chiqaylik deb. Shuning uchun azizlarim, xafa bo'lmang bizdan. Bizning yo'nalishimiz shunaqa. Professional usulda ishlab mana video qo'yganmiz. Mana ko'ring, YouTube kanalimizga kirib shunaqa usullarda qilganmiz. 5 minutlik videolar, 10 minut. To'g'ri, ona kuchli misolni olganmizda, shu 10 minutda ishlab tushuntirilgan. Albatta, u ham bunday e'tibor qarating-da. Kuchlilarni o'zi ko'rsa faqat 100 ta yo 200 ta yo 300 ta yo 1000 ta ko'rilib qolib ketgan. Lekin misol bironta mavzuni YouTube kanalimda olib, shuni yaxshilab tushuntirib qo'ygan videolarimni qarang. Misol ko'rimlar soni 10 ming ta, 15 ming ta, 20 ming. Nima uchun? Chunki oddiy xalqqa kerak narsani aytganman, tushuntirganman. U 20 minut bo'lishi mumkin, 30 minut ko'p ko'rilganda. Menga bilimdonni bilimli qilish oson. Ikkita 3 ta kontent qo'yib qo'ysa o'rganib ketaveradi, lekin o'rtacha xalqni ko'tarishim kerak. Ya'ni shular ham sertifikat olsin, B+ olsin, B olsin. Faqat C++ olib xursand bo'lib yuravermasin. Hammani o'zining maqsadi bo'ladi. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar azizlar. To'qqizinchi misol. Sal tezlashamiz, vaqtda gapirib o'tkazib qo'ydik. Grafikga ko'ra x + y ning qiymatini toping deyapti. Buni hamda masalan oddiy usullari bor. Shuni tangenslab topadigan usullari bor. Uni hozir qani endi shu joyda aytib bo'lsa. Mayli endi. Xo'p azizlarim, yaxshilab e'tibor berib turing. Ikkita to'g'ri chiziq beryapti. Mana bu birinchi to'g'ri chizig'im. Bunisi ikkinchi to'g'ri chizig'im. Xo'p, deylik, shu to'g'ri chizig'im y barobar kx + b da qandaydir. k1 x + b deylik, chunki k'si k1 dedim. E'tibor qarating. Yaxshilab e'tibor qarating mana. Shu to'g'ri chizig'im y o'qini necha nuqtada kesib o'tyapti? 2. Shu b'si bo'larmidi? Ya'ni x ga 0 qo'ysa, shuni x ga 0 qo'ysak, y ga 2 chiqish kerakmi? Y ga 2 chiqish kerak. Demak, x ga 0 qo'ysam, y ga 2 chiqish uchun b2 bo'lish kerak mana. Ana shu b y o'qi bilan kesishgan nuqtasi deb birinchi darsda tushuntirdik, esingizda bo'lsa. Demak, bundan kelib chiqib shu to'g'ri chizig'im y o'qini mana 2 nuqtada kesib o'tyaptimi? Demak, buni b holatida emas, shu b ni o'rniga shunday uchirib turib tushunib turibsiz ana. k1 x + 2 deb yozsak bo'ladi. K ham deyaveraylik mana. kx + 2 deb yozsak bo'ladi. Chunki y o'qini 2 nuqtada kesyapti. Mana x ga 0 qo'ysa, o'sha mana bu funksiya y ga 2 chiqadi. Ya'ni y o'qi bilan kesishgan joy ozod hadini berardi deb sizlarga tushuntirdik. Xohlasangiz, boshqa usullari ham bor. Demak, bo'ldi. Endi k'sini qanday topamiz? Shu to'g'ri chizig'im yana qaysi o'qi kesib o'tyapti? X o'qini ham kesib o'tyapti. Demak, x -1 ekan. X y ga 0 mi? X o'qini kesib o'tganda bo'ldi. X ga -1 qo'yamiz, y ga 0 qo'yamiz. Y ga 0 qo'ysak, x ga -1 qo'ysak, -k + 2 bo'lib qoladi. Ya'ni 2 u yoqqa o'tsa k teng 2 yoki k chap tomonga o'tsa k teng 2. K'sini ham topdik mana. Shunday uchirib turib, k ni o'rniga ham mana 2 ni yozib qo'ysak bo'laveradi. Demak, 2x + 2 degan to'g'ri chizig'im ekan. E'tibor qarating. Juda oddiy narsalar. Agar siz ikkilanayotgan bo'lsangiz, mana shu yerda mana y barobar kx + b deb yozib, ana shu to'g'ri chizig'im, mana shu mana x o'qi bilan y o'qini, mana y o'qi bilan x o'qini kesayotgan nuqtalarni yozib olishingiz kerak. Shu nuqtalarni mana bu yerga qo'yib, doimiy ishlayotgan usulimizda ishlashingiz kerak. To'g'ri chizig'im buni kesib o'tyapti. Bu nuqta y ga 2, x 0 mana. 0 u 2. X o'qini kesyapti -1 da. Demak, x -1, y ga 0. Mana shu ikkita nuqtani mana bu funksiyaga olib borib qo'yib, mana x bu y, bu x bu y. Doimgi usulimizda shuni ishlab k bilan b ni toping. Mana baribir
Ko'rdingizmi, mana yurak qo'ymaydi. Yana o'sha usulni aytdim. Yana o'sha oddiy usulni aytdim. Endi sal tezroq ketish yo'li y o'qini kesayotgan joy B'si bo'ladi mana. Doim bilib oling. Y o'qini kesyaptimi? Shu B'si. Keyin mana bu nuqtani shunday qo'ysangiz, tezroq chiqib keladi. Shu bir qadam ertaroq topasizda, shu xolos. Endi bu to'g'ri chiziqni tuzaylik. Shu to'g'ri chiziq. Endi bu to'g'ri chiziq mana e'tibor qarating. Y o'qini qaysi nuqtada kesyapti? 6 da. Demak, buni y barobar qanaqadir kx plus 6 deb yozib olsak bo'ladi. X ga 0 qo'ysak, y ga 6 da. X ga 0 qo'ying, y ga rostdan 6. Aslida oddiy narsalar. Mayli. Endi k'sini qanday topamiz? K'sini narigi nuqtadan mana x o'qini kesyapti. Qaysi nuqtada? 3. X 3, y 0. Ya'ni x ga 3 qo'ysam, y ga 0 chiqish kerak ekan. Y ga 0 qo'ydim, x ga 3 qo'ydim. 3k plus 6. 6 u yoqqa minus bo'lib o'tsa, 3 ga bo'lsak, k teng minus 2. K teng minus 2. K'sini o'rniga olib kelib, shu tenglamani yechib minus 2 qo'yamiz mana bu k. K'ni o'rniga minus 2 qo'ydim. Ana bu ikkita to'g'ri chiziq tenglamam chiqdi. To'g'ri chiziq tenglamasi chiqdi. Endi ularni o'chirib qo'yaylik. Xalaqit beradi. Demak, ikkita to'g'ri chiziqim kesishyaptimi? Ha? Kesishgan nuqtani A deyapti. Shu kesishish nuqtani x bilan y ni mana x bilan y ni yig'indisini so'rayapti. X plus y. E'tibor qarating. Kesishgan nuqtasini topib qo'shib qo'yishim kerak ekan mana. Demak, kesish nuqtasini topish uchun tenglab olardik. Uni y-im 2x plus 2 bo'lsa, bu y o'rniga olib kelib qo'yib yuboramiz. Oddiy chiqadi. 2x plus 2 teng minus 2x plus 6 ga. Bundan u yoqqa qo'ysa 4x teng 4, x teng 1 ekan. X ni o'rniga olib borib, qaysidir biriga farqi yo'q. Shungami 1 ni qo'ysak, y chiqadi. Y teng 2 kari 1 plus 2 4 y teng. Demak, kesishgan nuqtasi 1 u 4 ekan, ya'ni x 1, y 4 ekan. Shuni qo'sh deyapti. Qo'shsak 5. A javob. Maydalashib ketgan bo'lsak, uzr azizlar. Bu atayindan bo'lmaydi, albatta maqsad tushuntirish. K'ning qanday qiymatlarda funksiya o'suvchi bo'ladi? E'tibor qarating, yodlab qolsangiz ham bo'laveradi. Chiziqli funksiya mana. O'ngga oqsa o'suvchi dedik mana. Mana shu o'suvchi dedik. E'tibor qarating, o'suvchi shu. Ya'ni bu o'suvchi bo'lishing k'si 0 dan katta bo'lishi kerak. E'tibor qarating. Buni kamayuvchi dedik. Mana chapga oqsak, chiziqli funksiya ham chapga oqsa. Kechagi mavzuning gaplari. Buni kamayuvchi dedik. Kamayuvchi. Ya'ni buni k'si nima dedik buni? Chapga oqqani 0 dan kichik dedik. Shunda ishlab ketaverasiz. Demak, funksiya ham o'suvchi bo'ladi deyapti. O'suvchi. Demak, o'suvchi bo'lsa mana k'si k kim oldida turardi? X ni oldida mana. Shu k'ni o'rnida nima kelyapti? k-2 mana. Shu k-2 o'suvchi desa 0 dan katta qilib ishlayman. Kamayuvchi desa shuni k'si 0 dan kichkina bo'lishi kerak. K deganda shu x ni oldini nazarda tutyapmiz. Bundan k katta 2 dan. 2 ni o'ngga o'tkazsak, k 2 dan katta. 2 dan cheksizlikkacha. Demak, javob B. Mayli. Bizda ham ba'zida ichimizda gap to'lib qoladimi? Vaqt o'tkazib gapirgan bo'lsam uzr. Xafa bo'lmaysizlar. Bema'no gap gapirmaymiz azizlar. Shu mavzuga doir ko'pchilik nimaga unday qilasiz, nimaga oson undan ham oson usullari bor-ku. U usullari faqat kuchlilar uchun. Hech qachon o'rtacha o'quvchi kelib, mana usulda ishlasangiz yaxshi bo'lardi demaydi. Biz o'rtacha insonlarni kuchaytirmoqdamiz. Noto'g'ri tushunmang. Ya'ni ilm beryapmiz, o'rgatyapmiz. Taktika qilib misollar urib qo'ysak bo'ladi. Taktikani kim yodlaydi? O'ta kuchli inson yaxshi biladi xolos. Ishlab sertifikatga kirgan o'quvchi ko'pi taktikani bilmaydi. Shu ishlab topish kerak shu. 11. 4 minus 3 nuqtadan OX o'qigacha bo'lgan masofa D1, OY o'qigacha bo'lgan masofa D2. Nuqtani mana belgilab ham tushuntirib qo'yamiz mana. X 4, Y minus 3 ekan. X dan X o'qi, Y o'qi. X dan 4, Y dan minus 3. E'tibor qarating. X dan 4 yurdim, Y dan minus 3 keldim. Shu nuqta. X 4 Y ga qarang, minus 3. Shu nuqta ekan o'sha. Ya'ni A nuqtam shu. Shu A nuqtadan deyapti. OX o'qigacha masofa D1 deyapti. Shu A nuqtadan OX o'qi, shu o'qimi shu? Shu X o'qimi ha? Ha, ungacha bo'lgan masofa. A nuqtadan OX o'qigacha bo'lgan masofa nimaga teng bo'lyapti? Masofa mana Y ga teng bo'lyapti. Shuni Y koordinatasiga teng bo'lyapti. Unda o'ylang. Shu yerdan shu yergacha minus 3 midi? A nuqtadan OX o'qigacha bo'lgan masofa ham 3 mana. Ikkovi teng mana. Teng mana shu yerlar hammasi 3 dan mana, hammasi 3 dan. Masofani aytyapman 3. Koordinatasi minus 3. Ha, x o'qigacha bo'lgan masofa desa,
masofa y koordinatasi bo'lib qoladimi? Ha, ox o'qigacha bo'lgan masofa bo'lsa, d1 deyapti. ox o'qigacha bo'lgan masofa. E'tibor qarating, nuqtadan, shu A nuqtadan ox o'qigacha bo'lgan masofa mana. Shu mana y koordinatasini musbatligiga teng. Ya'ni d1 teng 3 ga. Shu nuqtadan oy o'qigacha bo'lgan masofa mana. Shu nuqtadan oy o'qiga yurib bordim. Yurib borsam, shunga parallel mana x o'qini ko'ryapman-da mana, x o'qi mana. U masofa 4 ga teng. d2 degan mana. d2 esa 4. Demak, masofa musbat bo'ladi, shuning uchun d1 bilan d2 ni ko'paytmasini so'rayapti. Ko'paytmasi 4 kara 3 12 C javob. E'tibor qarating. Biron bir nuqtadan ox o'qigacha bo'lgan masofa desa, ox o'qigacha bo'lgan masofa desa, y koordinatasini musbatligini olasizlar. ox o'qigacha bo'lgan masofa mana y koordinatasini musbatligiga teng mana. -3 ni musbatligi +3 ga. oy o'qigacha bo'lgan masofa desa, ya'ni x koordinatasining mana shuni modulida, musbat degani moduli, masofa musbat chiqadi-ku. Ha, azizlarim, bu oddiy narsa. 12. Y kvadrat minus 9 teng 0. Funksiya grafigi ikkita to'g'ri chiziqdan iborat. Bu to'g'ri chiziqlar orasidagi masofani toping. Demak, bu ikkita to'g'ri chiziqdan iborat bo'lsa, tenglab ishlasak, y kvadrat teng 9. Demak, y teng +-3. Bo'ldi. Shu chiziqlar orasidagi masofani chizib tushuntiraman mana. Y teng +3 mana, y teng -3 mana. Ya'ni bu y teng 3 degan to'g'ri chizig'im, bu y teng -3 degan to'g'ri chizig'im. Sal sharhlaydigan bo'lsak. Shu orasidagi masofa. Shular orasidagi masofa mana. Mana shular orasidagi masofa shu. Shu yerni so'rayapti. Ya'ni shu yerdan shu yergacha bo'lgan masofa mana. O'zi aytib turibmiz-ku mana bu yerda men 0 deb o'ylasak, mana koordinata boshi 0 bo'lsa, 0 dan bu yergacha 3 masofa, bu yerdan bu yergacha masofa yana 3. O'zi 6 turibdi. Shunday mana u +3 dan -3 ga ayirsak bo'ldi mana. 3 -3. Masofa desa kattasidan kichigini ayirsak bo'laveradi. 6. O'zi ko'rinib turibdi. Azizlarim. Xo'p. 13. 1 -3 nuqtadan o'tib, ana shu -x taqsim 2 + 5 to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasini ko'rsating. Perpendikulyar deyapti. Demak, e'tibor qarating. Men tuzmoqchi bo'lgan to'g'ri chizig'im mana shu to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lish kerak. Demak, uzr. Xo'p, telefon kelib qolyapti. Demak, men tuzmoqchi bo'lgan to'g'ri chizig'imni qandaydir ana y barobar kx + b desam, bu k bilan, buni k'si bilan, mana k bilan, mana buni k'sini ko'paytmasa, mana buni k'si. Buni k'si deganim x ning oldida 1 turadi. K'si -1 taqsim 2. Buni k'sini ko'paytmasi -1 ga teng bo'lishi kerakmi? Ikkita to'g'ri chiziq perpendikulyar bo'lish uchun k'lar ko'paytmasi -1 bo'lishi kerak. -1 taqsim 2 ni bu yoqqa bo'lish qilib o'tkazsak, k teng 2 ekan. Demak, men tuzmoqchi bo'lgan chiziqli funksiyamni k'si 2 bo'lishi kerak ekan. Ya'ni y barobar 2x + b bo'lishi kerak. Endi b sini qanday topamiz? Endi shu to'g'ri chizig'im, mana 2x + b to'g'ri chizig'im. Mana bu -1 -3 nuqtadan o'tadi deb bergan-ku. Demak, x ni o'rniga olib kelib 1, y ni o'rniga olib kelib -3 qo'ysak, qo'ydik mana olib keldik. Y ni o'rniga olib kelib -3 ni qo'ydim, teng x ni o'rniga olib kelib 1 ni qo'ydim. 2 karra 1 + b. 2 karra 1 2, u yoqqa bo'lsa b teng -5 ana. b teng -5. Tushuntirish uchun chizdim. To'g'ri tushunasizlar? Demak, b si -5. Demak, men to'g'ri chizig'im y barobar k yim 2 chiqdi, 2x, b yim -5 chiqdi. Sorry. Uzr. -5 ana. 2x -5 ekan. Demak, bizda qaysi javob bo'ladi u? 2x -5. A javob. Ishlab tushuntirdim. Inshaalloh. 14. 2x - 3y + 6 teng 0. To'g'ri chiziqdan olingan absissa va ordinatasi o'zaro teng bo'lgan nuqta qaysi chorakda deyapti. O'zingiz o'ylang, shu to'g'ri chiziq bo'lsin. Shu to'g'ri chiziqdan olingan nuqtani absissa va ordinatasi teng ekan. Ya'ni x bilan y teng ekan nuqtani. Demak, y ni o'rniga x ni yo x ni o'rniga y qo'yib ishlayveramiz.
Mana deylik, x ni o'rniga y ga qo'yib ishlaylik. Chunki absissa va ordinatasi teng bo'lgan nuqta ekanda. Qanaqadir a desak, shu to'g'richizig'imi a nuqta desak, a ni x ham y ham bir-biriga teng. Ya'ni x u x yoki x y u y tengda. X nuqtasi bilan y koordinatasi teng. Demak, bu to'g'richizig'imi x ni ham y ni ham o'rniga shunday x qo'yib ishlab ketaveramiz. Mana 2x tengda, chunki -3x plus 6 teng 0. Bundan x teng 6. Demak, x teng 6 bo'lgandan keyin y ham x ga teng. Y ham 6. 6 yu 6. Ikkovi ham musbat, birinchi chorak. 6 yu 6 degan nuqta qayerda bo'ladi? Birinchi chorakda. X ham y ham 6. X dan 6 yurdim, y dan 6 chiqdi mana birinchi chorak. Ikkovi ham 6. Qanaqadir a nuqtam dedik. 15. Uchlari ash nuqtalarda bo'lgan kesmani o'rtasining koordinatalarini toping. Kesmani o'rtasining koordinatasi desak, mayli, birinchi chizib tushuntiraylik. Demak, a uch -9 u 8 ekan, b uchi 3 u -2 ekan. Katta-katta yozyapmiz, yaxshi ko'ring deb. Kesmani o'rtasi deylik, esa. Shuni o'rtasini koordinatasini x u y deylik. Kesmani o'rtasining koordinatasini topish uchun, o'rtasining absissasi, ya'ni x ni topish uchun mana bu ikkovlarini x larini qo'shib, ya'ni absissalarni qo'shib 2 ga bo'lishim kerak. Ya'ni -9 bilan 3 ni qo'shib 2 ga bo'lsam, -9 qo'shuv 3 ishora bilan albatta taqsim 2. Bu kesmani o'rtasining x chiqadi. O'rtasini y gani, ordinatasini topish uchun ordinatalarni qo'shib 2 ga bo'laman. Ya'ni bizda bu 8 ga qo'shaman -2 ni, 2 ga bo'laman. Endi 8 -2 qilib ketsam ham bo'laverardi. Birinchisiga to'g'ri tushunib oling deb. Bo'ldi. Endi shularni hisoblab qo'ysam bo'ldi. Bu -3 chiqar ekan, bu esa 8 -2 6 2 ga bo'lsam +3 chiqar ekan. Demak, o'rtasining koordinatasi -3 u 3. Bizda bu bo'ladi B javob. Keldik. Xo'p. Bu mavzu deylik, mana yaqinlashtirib olamiz 16-misol. Bu mavzu o'tgan mavzudan qiyin. O'tgan mavzu juda og'zaki edi. Misol 20 minut, 30 minutda ishlab bemalol 20 minutda ishlab qo'ysam bo'lardi. Endi gaplar ko'payib, o'zingiz bildingiz. Tushunchaga ko'proq e'tibor qaratib cho'zildi. Bu mavzu ham nimaga cho'zilib ketdi? Buni ham ancha tez ishlamoqchi edim. Cho'zilgani sababi yana o'sha gap ko'paydi. YouTube'da boshqacha yaxshiroq usullarni ko'rsating deb yozishdi. Yaxshiroq usul faqat o'ta kuchlilar uchun kerak. Biz kuchlilarni yetishtirmoqchimiz shuni. Shuning uchun shunaqa kontent qilyapmiz. Kuchli o'quvchilar chiqmagan misollarni bizdan ko'rib o'rganib olishsa bo'ldi. Boshqa misollarni misol kerak odam ko'raveradi albatta. 16. Agar a 0 dan katta, b 0 dan kichik, c 0 dan katta bo'lsa, ax plus by plus c funksiyaning grafiki. Kengashlarim shunaqa shart bersa, mana bu funksiyaning grafiki qaysi chorakda bo'lishi mumkin deyapti. Ya qaysi biridan o'tadi? Qaysi biri bo'lishi mumkin deyapti. ABC. Shunday son qo'yib yuboring. Ana a ga 1 qo'ying, b ga deylik, mana 0 dan kichik ekan, b ga -1 qo'ying, c ga ham 1 qo'ying. Mana bu funksiyani yozib olamiz. Demak, a ga 1 qo'ydik, 1x, b ga -1 qo'ydik, -1y, c ga 1 qo'ydik, +1 teng 0. Bundan y ga topaman. Y ni 10 ga o'tkazsam, y teng chapda, demak x + 1 qolyapti. Demak, y barobar x + 1 grafikini chizamiz. Deylik, shuna qarasak ham o'zi bilinadi. K'si musbat ekan. Demak, K'si musbat bo'lsa 10 ga og'adi A javob. Boshqa 10 ga og'mayapti. Bular ham hammasi chapga og'yapti. Mayli endi. Shuni grafikini chizsak, x ga 0 qo'ysam y ga 1. E'tibor qarating, mana x ga 0 qo'ysam y ni 1 da kesyapti mana. Y ga 0 qo'ysam x +1 chapga -1 bo'lib o'tadi-da, x -1. Kakras shu funksiyaning grafiki. Qo'yib chizib topib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi biz og'zaki topib qo'ydik. Demak, A. 17. To'g'ri chiziq koordinata boshidan o'tadi deyapti. Demak, bu to'g'ri chizig'im koordinata boshidan o'tsa, e'tibor qarating. X ga 0 qo'ysam, mana bu x ga 0 qo'ysam, y ga ham 0 bo'lish kerak. Ya'ni koordinata boshidan o'tish uchun x ham y ham 0 bo'lish kerak. Shuni ishlab qo'yamiz. 0 teng x ga 0 qo'ysam, 0 bo'lib ketadi-da bu yog'i. Faqat bu yoqda -3 qoladi. Bunda m ni topsak, ya'ni m teng 3 bo'lib o'tadi chapga. Xo'p. Demak, men m ni o'rniga 3 ni olib borib qo'yib funksiyamni o'zini yozib olaman. M ni o'rniga 3 ni qo'ysam, funksiyam f(x) teng 3 ni olib borib qo'ysak,
3 ga 2 5x plus 0 ya'ni 5x ni o'zi bo'lib qolar ekan. Men o'rniga 3 qo'ysak. Ya'ni f at x funksiya ham 5x bo'lib qoldi. Demak, bizdan nimani so'rayapti? Fm ni so'rayapti. F funksiyamni x ni o'rniga m ni qo'y deyapti. Bizda m nechiga teng edi? 3 ga teng edi. Ya'ni mana x ni o'rniga 3 qo'yishimiz kerak ekan. M bizda 3 edi. Demak, bizdan so'ralayotgan narsa f3 ekan, fm, f3. f3 topishim uchun mana x ni o'rniga 3 qo'ydim. Bu x ni o'rniga ham 3 qo'ydim. 5 kare 3 15. Demak, bizda javob S. Xo'p, mana ko'ryapsiz, masalan, mavzu qiyinroq, lekin albatta tezroq ishlasak ham bo'ladi. Gaplar bilan bo'lib shunday bo'lyapti. Afv bo'lmaysiz. Endi kommentga yozayotganlarga javob qaytarishga ham to'g'ri keladi. Ular ham xafa bo'lib qolishadi. Bizni to'g'ri tushunib keyin o'zlariga ma'qul misollarni ko'rib olaverishadi. Bir chekkadan ko'radiganlar ko'raveradi. Xo'p, 18. Uchlari ana shu nuqtalarda bo'lgan kesma o'rtasining koordinatasi mana shu nuqta bo'lsa, a plus b ning qiymatini toping. Yana o'sha qoida, o'rtasi mana shu a va b kesmani o'rtasining koordinatasi deyapti. Qanaqadir c nuqta desak, e'tibor qarating mana. O'rtasini koordinatasini topish mana bu bitta uchini x ga, ikkinchi uchini x ni qo'shib 2 ga bo'lsak, mana bunga teng bo'lishi kerak, -2 ga. Shuni yozamiz mana. Demak, 7 ga qo'shaman a ni 2 ga bo'lsam teng bo'lishi kerak -2 ga mana. X ga x ni qo'shib 2 ga bo'lsak, o'rtasi. Chunki bu o'rtasining koordinatasi. Yuqorida ishlatgan formulamiz. Endi xuddi shunday mana y ga y ni qo'shib 2 ga bo'lsak, mana y ga yana 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni -6 ga qo'shib b ni 2 ga bo'lsak teng bo'lishi kerak 1 ga. Bundan 2 ni u yoqqa ko'paytirib qilsak -4, 7 u yoqqa o'tsa, demak a teng -11. Endi 2 ni bu yoqqa ko'paytirsak 2, -6 aqab plus bo'lib o'tsa b teng 8. Demak a teng 11, b teng 8 qo'shsak, a teng -11, b teng 8 qo'shsak -3. -3. Endi sizlar yana aytyapmiz, biz misolga berilib ketib qolib, adashib ketib qolishimiz mumkin. Buni ma'zur tutasiz. Shunchaki u misolga berilib ketishda ishorada adashib ketib qolishimiz mumkin. Lekin inshaalloh tushunchada adashmaymiz. Agar tushunchada ham adashib ketgan bo'lsak, yozing kommentga, biz ham bilib qolaylik. Albatta biz bundan xursand bo'lamiz. Fx teng 2k - 1x - 2 funksiya grafigi k ning qanday qiymatlarda -1 3 dan o'tadi deyapti. Demak, x ni o'rniga -1 ni, y ni o'rniga 3 ni qo'yamiz. Y ni o'rniga 3 ni qo'ydik mana. Teng x ni o'rniga -1 ni qo'ysak, mana x ni o'rniga -1 ni qo'ysak, qavsning ichiga ko'payib ketadi. -1 2k ga ko'paysa -2k, -1 -1 ga ko'paysa +1, qavsni ochib yubordim, -2. Bu yerdan bu +1 -2 ni -1 bo'ladi, chapga +1 bo'lib o'tadi. -2k teng 4. Demak, k teng -2. Demak, B javob. Endi azizlar oddiy tenglamada o'zingizga ishlash qolyapti, xafa bo'lmang. Biz og'zaki, hech yo'q og'zaki bo'lsa ham ishlab yozyapmiz-ku, tashlab ketmayapmiz. 20. Shu nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentini toping. Kecha yozib bergan qoidamiz, burchak koeffitsiyentini topish uchun y1 - y2 taqsim x1 - x2 qilib topsangiz ham bo'ladi. Oddiy y barobar kx plus b deb turib, x ga buni, y ga buni, x ga buni, y ga buni qilib tenglamalar sistemasi qilib ishlab topsangiz ham bo'ladi. Yani bizda k teng. Biz kecha o'rgatgan usullarimiz rosa ishlash usulini o'rgatdik mana. Nima dedik? Mana y dan y ni ayrimiz, 7 dan -1 ni ayiraman, 8 bo'ladi. Taqsim uni formulaga qo'yamiz. X dan x ni mos. Y dan y bundan buni ayırdimmi? X da ham bundan buni ayiraman. Ya'ni -3 dan -1 ni ayiraman. Plus bo'lib ketadi-da, -2 bo'ladi. Uzr, mana ko'rdingiz, mana shu adashib ketdim. Demak, 7 dan -1 ni ayirdim. Y dan y ni ayirdim. Shunda 8 bo'ldi. Endi -3 dan 4 ni ayiraman. -3 dan 4 ni ayirsam -7 bo'ladi. Uzr. Demak, -8 taqsim 7. Javob. Azizlarim, o'tgan mavzu bilan bir xil deyarli vaqt yechib qo'ydik. Shu 3 minut, 4 minut tushuntirish, biz kontentni ko'proq o'rta qatlamni yuqori professional darajaga inshaalloh oshirish uchun ishlayapmiz. Kuchlilarni darajasini ko'tarish uchun emas. Kuchlilar o'zi hamma yoqdan xohlagan mavzularni o'rganib tez
o'saveradi. Ularda muammo yo'q. Shuning uchun noto'g'ri tushunmaysizlar azizlar. Yana shu bir xil vaqt o'tgan safargidek 3 minut translyatsiya qilyapti. YouTube kanalimiz yana azizlar bir bor YouTube'ga kirib, YouTube kanalimiz poyezga bosib Abdulloh _ Boboyev deb yozsalar kelib chiqadi. Telegram kanalimizga obuna bo'la oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.